Assalomu alaykum qadrli televizor ko'ruvchi do'stlar. Bugungi programmamizda biz Yalqin Ro'z apandining Loyiqalarning siri nomli kitobi haqida suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmonni daxil qildik. Bulardan biri Xinjiang Ma'rif nashriyotining muharriri tonilgan obzorchi, Uyg'ur ma'rif tadqiqotchisi Yalqin Ro'z apandi. Yana bir mehmon Xinjiang san'at institutining professori, shoir, adabiy tarjimon Emin Ahmed Efendi. Nasıl oy, nasıl istekna törküse yazıp çıkan. Biz için hem bir bilim hem bir xil bişaret yapar. Görmen dostlarımız, elbette cedidçilik yani şu yeni medeni erkek doğruluk boğan şu mülazizlerge, muşat ilan kılgan makallarge nagiyetine dikkat kılıp geliyordu. Millet biz resmi mülazizimizge düştüm burun yapınca sızmışı Cedidçilik yani yeni medeniyet hareketinin ki maksidi, sebebi, yönlüş doğruluk biraz uçur etken bozunuz. Cedidçilik hareketi O'rta Osiyo ülkelerde umumlaşkan bir atalgı. Bu atalgının ki ma'nosi nimadan darak berdi deganda islohot, yangilik ko'chish, yangi madaniyatni umumlashtirish hareketinin ki xos atalgısı. Buningdan bir asr ilgari dunyoda Yevropadan o'g'inish to'lqini qo'zg'alib ketgan. Bu to'lqinda masalan eng oldi bilan sharqda Yaponiya minji yangilik kuch harakatini borliq keltirdi. Sharqda yana ichkari o'lkalarda Chindosho, Xushi, Lushan qatorliq munavvar yo'lboshchilar o'sha yangi madaniyat harakati kuch to'lqinni qo'zg'ab 1910-yillarda jadidchilik harakatini qo'zg'agan. Ben bir 10 yılın aldığı bir materyal görsem, O'rta Osiyo ülkelerdeki cedidçilik hareketini yazgan vaqtda Özbeklerinin, Tatarlarının, Kırgızlarının, Kazaklarının cedidçileri hem cedidçilik hareketleri yaxshi yuritilib, şu bizning Xinjiang'daki yani Uyg'urlarning orasidagi cedidçilik hareketi hem onun namunalik vakilleri haqida hech qanday fikr bayon qilinmoqda. Bu men için to'layman. Bizde nayet münevver yolbaşçılar çıkan. Ular kimler degende mesela Abdülkadir Damallam cedidçilik hareketinin ki iddiasini tuncu katım otur koygan adam. Onundakin Akıkı Musabayiplar zavut kurdu, yeni ma'rif hareketini, yeni mekteplerini açtı. Abdülhalik Uygur'un ki şehirleri mi cedidçilik royuyla soğurulgan şehirler. Onundakin Mahsud Muhitilar'ın hareketine nayet gevlik olgan. Mahsud Muhitilar Tataristan'dan Tatar muallimlerine kelgan. Çöğçekteki dağınıq muallimlerine kelgan, mesela Gülendam Abustay qatorliq ma'riflarına kelgan. Ular özдөр maosh berib, özдөр ishlarga parvash qilib, hamma ig'irchiligini ko'tarib, Turpan rayonida yangi madaniyat hareketine, ya'ni yangi ma'rif hareketini umumlashtirgan. Ular paxta zavod qurgan, shuning o'zim bir xil yangi madaniyat hareketi, savdo sanoat nuqtasidan. Demak, bizning ajdodlarimiz orasida yangi madaniyat hareketiga yoki jadidchilik hareketiga nisbatan aktiv pozitsiya tutgan, xalqdan keynida qolmagan, shu xalqlarni o'zining taqdirini o'zgartirish yo'lidagi urinishlarda bo'layotgan paytlarda bularni ashundaq urinish, ashundaq izlanish, ashundaq fidokorliklarni ko'rsatgan mana shunday munavvar yo'lboshchilar chiqqan, ham ular kishilar suyungidek nurg'un ish izlarni barliq keltirgan. Demak, mushundaq cho'ng harakat, mushundaq munavvar yo'lboshchilar nima uchun boshqalarningki tadqiqotida o'zining ifodasini topolmaydi degan bir masala Mana savol bo'lib tug'ilgan ekan. O'sha orqali bizning hozir unutulib qilayotgan tarixiy tuhfalarimiz, tarixiy shaxslarimiz qaytadan bir yurib, shu cho'ng madaniyat harakatidagi bir munavvar namoyandalar, munavvar bir izlanish harakati ustida kishilarning diqqatiga sazovor bo'larmikin degan orzuni to'rkisda men hozirgacha 10 yil bo'ldi. Shu yangi ma'rif harakatiga yangicha savdo sanoat hareketiga, yangi madaniyat hareketiga aloqador maqolalardan bir 10 nechini yozdim. Ularning ko'pini shaxslarga, shu vaqtdagi tarixiy voqea hodisalarga tutishdi. Shu maqolalarni yozish orqali bugungi kunda qarasam, bir kitob bo'g'dak material bo'lib qoldi. Endi bu mening yozganlarim hargiz osmondan tushib qolgan narsa emas. Bu shu 20-30 yilning yog'i yozgan, boshqalar yozgan materiallardagi ortiqchiliklar bilan ojizliklarni selishtirish, tadqiq qilish, xulosalash, anandakin buningdagi ilmiylikni bir xil yuqori o'lchamga yetkazish orzusida ishlab chiqilgan. Men buni ishlashda shu jadidchilikka munosabatli maqolalarni, ya'ni yangi madaniyat harakatiga munosabatli maqolalarni ishlashda shunday bir orzu, shunday bir o'y, shunday bir istakni to'rtkisda yozib chiqqan. Loyiqalarning siri degan nom bilan chiqqan kitobdagi
jadidchilik, ya'ni yangi madaniyat haqidagi bu tadqiqot yalnız şu o'tgan asrning boshlarida barliqqa kelgan hodisa deb qaralsa, bu tarix bekmi yaqin bo'lib qoldi. Yangi madaniyat harakati degan bu masala madaniyatga burilish deydigan hukm bilan zid munosabatlik. Har qanday millat madaniyatga burilish yasab tursa, yangi madaniyat harakati bilan shug'ullanib tursa, bu xil millatning taraqqiyoti bir izi to'xtab qoldi yoki bu millat o'zi millat bo'lib shakllanishdan qolib qoldi. Shu Uyg'ur millati shuni aytgan vaqtida yangi madaniyat harakati yoki jadidchilik o'tgan asrning boshlarida ondan barliq kelganda ko'ringan bilan amaliyotda Yalqin apandining diqqat qilayotgani uzoq tarixlardan buyon mush millatdagi madaniyatda bo'layotgan o'zgarishlar, madaniyatga burilishlar Yalqin apandining nazaridan saqit bo'lmadi. Alaylik bizning 10-asrlardagi Qarxonilar davridagi mayli Mahmud Qashqari yozgan Divani lug'ati Türk bo'lsin, mayli Yusuf Sajib yozgan Kitobli bilik bo'lsin yoki Ahmad Yugunakining Atabitul Haqoiq degan mushu kitoblar bo'lsin, bu shu chaqdagi bir qatimliq madaniyatdagi yangi harakatning namoyandasi. Kim Temuriylar sivalisi kelganning oldi keynida bizning Atayi Sakkaki Lutfi undan keyin bizning eng mashhur adibimiz Navoiy qatorliqqa o'tirib chiqqan vaqtdagi bir harakat buni yangi bir qatimliq madaniyatga zo'r burilish. Bu bir madaniyat harakati. Keyingi mezgillarda, mesela 18. asrning oxirlariga kelgan vaqtida Abdurrahim Nizari qatorliqlar o'zining texmi yarqin, texmi dangliq dasturlari bilan mush millatning xarakterini, psixikasini, uning xulq mijozini, o'y fikrlarini, intilishlarini ifodalab bergan vaqtning o'zi dal 19-asrdan 20-asr kirgan vaqtdagi yana bir qatimliq madaniyatga cho'ng burilish bo'ldi. Endi bu ayrı dal mayli biz Abduxoliq Uyg'urni deyli, mayli biz Musa Bayiplarni deyli, mayli Abduqodir Damollarini deyli yoki yana boshqa mo'tavarlarni o'tirib qo'yayli. Bularning hammasi sanoatlashgan, dunyo sanoatlashishga qadam qo'ygan vaqtdagi texmi ilg'or bo'lgan, texmi yangi bo'lgan bir madaniyatning jarchilari bo'ldi. Shu biz jadidchilik yoki yangi madaniyat harakatini tadqiq qilgan vaqtimizda Yalqin apandi o'ylaganga o'xshash nazar doiramizni o'tgan bir asrning boshlariga emas, balki uningdanmi burungi tarixiy jarayon qo'ydigan bo'lsak, bu millatning madaniyat jihatda qanday yorqin yo'llarni besib kelganligini, qanday jafo mushaqqatlarni boshdan kechirganligini biz taxmin chunqur his qila olamiz. Bizda ondan yana bir yangi intilish, xuddi hozir aytayotgandek yangi tafakkur, yangi ko'z qarash, yangi o'y fikr, zamonaviy bir xil madaniyat hodislari yana bizda barliqqa kelgan bo'ldi. Shuna bu kitobning o'tirg'i chiqishi biz uchun ham bir bilim, ham bir xil bishorat deb qarayman. Demisem yangi madaniyat harakati amaliyotda u bir amaliy harakat bo'lishi bilan u ideyatik harakat. Buningki bir tarafi bu demokratik ongdashib qoladi. Ma'rifat, ilm ma'rifatga intilish, o'zlikni qo'lga olish, shundaqla o'ziningki milliy andis bo'yicha o'ziningki madaniyat tarixini, o'ziningki urf odatini, o'zining milliy engini shakllantirishni, uni o'ziningki fan ma'rif uchun qurban berishni maqsad qiladigan bir zamonga loyiqlashtirish uchun olib berilgan bir alohida bir ideya va ro'yxat chiqib ketadigan bir harakat. Bu kitobning alohida birlab aniqlab chiqdi. Ma'lum Turkiyaning asosini shakllantirishi mumkin endi. Amerika yaqinda Xinjiang fan texnik nashriyati Yalqin apandininki bir yurish kitoblarini nashr qildi. Buning ichidagi loyihalarning siri nomli bu kitobga asosan avtorninki shu yangi madaniyat harakatiga bag'ishlangan maqolalar ko'proq kirgizilibdi. Sizmi endi bizning adiblarimiz ichida Uyg'urlarning endi madaniyat tarixiga cho'kayotgan, mushaq izlanayotgan ham mushaqda ilmiy maqolalarni yozib, ma'lum cho'nqurlikni hosil qilgan bir adibimiz. Mushu nuqtadan chiqishga havolasida siz mushu Yalqin apandining loyihalarning siri nomli kitobidagi maqolalarning o'zgachiligini nima deb qaraysiz? Hozir qadar bizning nurg'un tadqiqotchilarimiz barliqqa keldi. Ular asosan mushkul usulni qo'llandi. Ammo
biz shu yangi madaniyat harakati, jadidchilik yoki bir millatning madaniyat uyg'unishi degan masalaga kelganda nazariya, hissiyotni ko'proq ta'kidlab ketib, faktlarga hurmat qilmaydigan mana bir tuyuq yo'lga kirib qolgan yerlarimiz bor. Shuni men Yalqin Ro'za apandining shu Layqalarning siri degan bu kitobni to'liq o'qib chiqqandan keyin birinchi ta'siratim buningda tarixiy materializmlik nuqtai nazar aniq. İkinci bir tarafı buningda dalil isbot va faktlarga hurmat qilish. Tarixni uzuk holatda emas, ulab, yuzak holatda emas, negizi bilan, mohiyati bilan tadqiq qilish Yalqin Ro'za apandininki o'zining madaniyat va jadidchilik tadqiqotidagi yana bir o'lchami. Biz mana bu kitobning birinchi mavzusi bo'lgan muhabbat maqbarasining siri din tartib uning keyindagi Layqalarning siri, uningdan keyingi yana bir sir bor. Bir parchaning siri. Ya mushuning hammasi bu qanday sir? Qarmoqqa odamlar biladiganday qiladi. Ularning biladiganini albatta yuzaki hodisa. Buning tegi-tegidagi sir zodi nima edi? Buning tegi-tegidagi sir mayli Musa Bayitlarning bo'lsin, mayli Abduqodir Damollarning bo'lsin, yoki Ahmad Kamalning bo'lsin, yoki boshqalarning, masalan, Abistay apayning bo'lsin, Gulendam Abistay apayning bo'lsin, mushuning hammasidagi sir dal yangi madaniyat harakati va madaniyatni o'zgarish yasash, madaniyatda bir qator burilish. Bu madaniyatda burilish yasab kelgan millatlar olg'in mang'alaydi. Madaniyatda buralmagan, bikinimchilik qilgan, qatmal holat turib qolgan millat u chekinadi yoki tarixning sahnasidan tushib ketadi. Çünkü mush nuqtadan olganda Yalqin Ro'za apandininki nuqtaliq tutib olgan bir yeri mushu bizga yushrin bo'lib turgan sirlarni yuzaki jihat sharhlab emas, balki uning mohiyatlik, negizlik narsasini tepish. Demak, nazariyani amaliyot bilan bog'lash. Bu kitobdagi eng muhim bir an. Shuna bu kitobdagi 17 parcha maqolani bundan bilan emas, o'ylanib turib, tujiblar, inchkilik bilan o'qib baqqanda biz uning har birisidan bir yangi tafakkur, yangi ma'no, yangi bishorat topamiz. Bu kitobning o'tirg'i chiqishi bizni ahvoldan xabardor qilib qo'yish emas, bizni olg'a intildirish deb qarayman. Bu kitobning alohidaligi. Bu kitop 17 parcha maqoladan biz yaqinqi zamon tariximizda, qadimgi zamon tariximizni biz qanday qadimdik? Hozirgi zamonda bizningki ma'rif andizimiz, ma'rif tariximiz qanday edi? Uning ta'siri qanday bo'lgan? Biz buningdan keyingi ma'rif yuzlanishiga, ma'rif taraqqiyot qanday yuzlanamiz? Kishilarimiz vaqt o'ylandimi yo'q? Deganda har qanday bir masala muddalarni o'tirib qo'yganmikin deb o'ylayman. Bunda shu har bir pas maqola bizga zamonaviy bir xil tafakkur, bir ong berdi, bir narsadan bishorat berdi. Yolg'iz materiallar dövüş emas degan yerim dal buniki ilmiylik. Mushu jihatni aytganda bu kitobni biz bir xil o'qishlik sifatida obdan o'qishimiz yaxshi. Unda bo'lsa, bu kitobdagi mush xildagi maqolalar bizning tadqiqot sohamizga qanday ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin? Hozirgacha bizningki mushu yangi ma'rif harakatiga munosabatli tadqiqotlarda biri boshlangan vaqti maktablarning boshlangan vaqti deganimiz Iksaqdagi maktabning boshlangan vaqti, Turpandagi Maqsudiya maktabining boshlangan vaqti, Tashaxunun maktabining ichilgan vaqti qatorliq shunday ba'zi maktablarning ichilishiga munosabatli jilnomalarda zo'r egizbaslik bor. U egizbaslik bir xil emas, bir necha xildir. Masalan, shu Tashaxunun maktabi bo'lsin, oldidan eng hammamizga tanishlik bo'lgan Husayniya maktabininki qachon boshlanganligimi ba'zida 1872 deb yozgan, ba'zida 1885 deb yozgan, ba'zida 1883 deb yozgan. Demak, yezivergan. Hech kimni tanqidlamagan. Mana shunday qilib, "Ma'vo xato yozdi, mening to'g'rida yoki mening bunda fakt bor" deydigan masalani o'tirib qo'yman. Kim esi kelsa, qaysi materialga uchirsa shunday yeziverib, oxiri bir yerga umumlashgan. U umumlashmaligi ilmiy, faktlik, logikalik umumlashtirish emas. Masalan, 1885-yilga degan umumlashtirishmi yetarli tarixiy fakt asosiga emas, qizg'in hissiyot asosiga umumlashtirilgan. Keyin bu bir 20 yillar o'tganda, mushu xildagi maqolalar yozilib 20 yillar o'tganda
biz ko'rgan ba'zi materiallarni ko'rib qoldik. Yaponiyaliklarning maqolasini ko'rdik, turkiyaliklarnikini ko'rdik, tataristonliklarnikini ko'rdik. Ko'rsak, bizning Shinjongda yangi ma'rifni boshlagan vaqtimizda ularni aytdilar. İnkar qilish pozitsiyasini tutgan. Bunda emas. Bundaq bo'lganda O'rta Osiyoda boshlangan jadidchilik harakatidanmi baldo bo'lib ketadi bu. Bu bir butun harakat, bu O'rta Osiyodagi jadidchilik harakati yoki yangi ma'rif harakati. Bu yerda boshlanish uchun nurg'un tarixiy sabab bo'lish kerak. Uning yo'lboshchilari ideya o'yg'ongan, ma'lum narsani bilgan bo'lish kerak. Haq oyada inchki tadqiqotlar orqali kim qanday ideya, qanday maqsad bilan boshlash jarayonida qanday qiyinchiliklar duch keldi, uni inchki yozgan. Biz bo'lsak shu deganda taqqa-tuqqa yezivergan, hayajonning kuchini o'tirib qo'yavergan. Shuna buni biz keyingi vaqtlarda bayqab qilib, xalqning tadqiqotidagi tanqidlarni inkor qilishlarni, voy bu bizning tadqiqotimiz yoki bizning materiallarimiz xalqning nazarida bu axlatgan-ku, bunda nima uchun shunday bo'ladi? Desak, amaliyotda biz ilmiy talab bilan tadqiq qilmagan. Faqat hayajonning kuchi bilan, milliy qizg'inlik bilan, iftixor tuyg'usi bilan yezivergan, da'vagan, biz desak, yozsaqlig'idan bu paketga aylandi deb ham xayol qilgan. Amaliyot xalqning o idrak o'lchami bilan, ilmiy o'lchami bilan qarab masalalarga, ilmga yot masalalarni bir xil sufurib tashlaydiganligini yoki uning meyig'ida kulib qo'ydiganligini, uni tadqiqotningki doirasiga qat'iy kirgizmaydiganligini, uni hurmat qilmaydiganligini nurg'un odamlar bilmagan. Shundan to'xtab, tadqiqot deganda cho'qim ilmiylik birinchi o'rin turish kerak, pok asos bo'lish kerak. Ondan keyin boshqalarning tadqiqoti bilan bunday saviyadan birlashish kerak. Ular boshqa saviyada so'zlasa, biz boshqa qizg'inlik, boshqa hissiyotlarni so'zlab yursak, xalqning nazarida biz yana idrokdan xoli, logikal tafakkur qilishdan xoli, shunday pokni hurmat qiladigan tuyg'usi yo'q, biroq xalq bo'lib qolmayli deb bu yangi ma'rif munosabatlik eng oldin qachon boshlangan musharkat deb Uyg'ur yangi ma'rif harakati qachondan boshlangan degan maqolani yozib chiqdim. Bu shu maqolani yozgandan keyin jamiyatda nurg'un tanqidlashlar bo'ldi. Keyin qarasak, bu ikki saqtiki ma'rifning boshlangan vaqti 14 yil keyin surildi. Surilgan vaqtda bizning paket orqali surildi. Shu vaqtdagi gazetga chiqqan bir uchurni tepib turib, shu gazetga uchurni, u gazetga chiqqan narsa, shu vaqtning gazetga chiqqan narsa u. Shuningda tepib chiqdik, keyin maxsus muhitlar maktabining boshlangan vaqtini dalillab chiqdik. Tashaxunun maktabining qanday ish ekanligini, uning zoti qanchalik ta'sirga maktab ekanligini, rost bo'lganmi, bo'lmaganmi degan masalalarni bir-birlab aniqlab chiqdik. Yaqinda demak siz shu loyihalarning siri nomli kitobingizdagi Uyg'ur yangi madaniyat harakatininki qachondan boshlanganligiga qarata beg'ishlangan shuning qarata yozilgan maqolalaringizda siz Uyg'ur yangi ma'rif harakatini 1899 yildan keyin boshlandi. Rayonimizda tunji yangi muntazam Darul Ma'lum maktabi 1914-yilda barliqqa keldi degan yakun aniq qilibsiz. Endi buningga yana mushaqat yana izlanishlar boshlangan qiziquvchilar kitob o'qish orqali ma'lum turkini ma'lum asosini shakllantira olishi mumkin endi. Mana shunday yaxshi tatbiq qilishga insonga haqiqatga kerakli mana tarafdan bor ekan. Shunday bir nozik bir masala hozir bizni qistab keldi. Yana mushaqda shu masalaning ilmiylik haqida biz yana paranglashishimiz to'g'ri kelyapti Amerika. Hozir bizning ilm tadqiqotimizda shu hissiyotni ilmiylikni o'rniga qo'yish. Obrazlik tafakkurni abstraktlik, logikalik tafakkurni o'rniga tasdiqlash. Masalalarni, madaniyat hodislarini tadqiqotga vaqtimizda, maqola yozgan vaqtimizning o'zida shu hissiyot quyuq bo'lish, ilmiylikka sistemachallik ahamiyat bermaslikdek bir xohishlar ham bizningki shu yiziqchilik sohamizda mavjud bo'lib turibdi. Endi bu xil tadqiqot pozitsiyasi va hodisa ilm sohamizga qanday yomon ta'sirlarni qilishi mumkin? Tadqiqot masalasida o'tgan asrning keyingi yarimidan boshlab ham barliqqa kelib, ham suslab, ham barliqqa kelib, ham suslab, nayte izbas yo'llarni boshdan o'tkazgan manda bir jarayonlarimiz bor. Men o'zim misol qilsam, biz 60-yillarda oliy maktabda o'qiyotganda biror o'quvchining ilmiy maqola yozganligini anglash zo'r bir voqea bo'ladi. Endi kunlarda bizning oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilarimiz Peki magistrlikni o'qimay, to'liq kursni o'zida o'qiyotgan o'quvchilarimizmi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan ahvol keng ko'lamda barliqqa keldi.
Bu yalnız bir kısım alim, ölümanalım, mutaxassislarning işi bo'lib qolmay, balki har soat ishlayotgan kishilarimiz mi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan. Bu bir yaxshi bir ahvol. Bizninkiligi hissiy bilishdan hozir aqliy bilishga o'tganligimiz, yuzaki bilishdan biz chunqur mantiqliq bilishga o'tganligimiz yoki bir zaruriyat olimidan erkinlik olimiga qadam qo'yayotganligimizning bir xil ifodasi. Bu mayli Uyg'ur millatida bo'lsin, mayli boshqa millatlarda bo'lsin, navbatdagi ilm fan tadqiqotining haqiqatan kun sayin gullanyotganligini isbotlab turdi. Bu bir yaxshi ahvol. Endi kishini afsuslantirdigini bizning shunday bir gullanayotgan ilmiy tadqiqotimiz jarayonida ilmiy tadqiqotning qoida prinsiplarini ancha tushunib ketmaydigan yoki uni hurmat qilmaydigan, yana o'zining hissiyotini qo'llashadigan, faktlarga, dalil isbotlarga tez diqqat qilmaydigan, dalillashni bir tas ish, qiyinchilik deb biladigan bu xil ahvollarni mavjud. Bu yerda demoqchi bo'lganim, biz yuzaki qizg'inlikqa, hissiyotga ko'zimiz ko'rib turgan hodisalar bilan bo'lib ketmay, balki uning qonuniyatini, uning dalil isbotini, uning tarixiyligini, uning mantiqligini mujtahiddan taxmin izlansak, bizning bundan keyingi ilmiy maqolalarimiz mayli u tabiiy fanlar sohasida bo'lsin, mayli ijtimoiy fanlar sohasida bo'lsin, taxmin chunqurlashadi deb qarayman. Agar biz yanada o'zimiz bilgan sanamga o'ynab, bu yerdan yulib olgan iboralarni bir-biriga qurashtirib yoki taxmin o'ng'ay yo'l to'rdan tushirib, uni bir-biriga ulab yoki ba'zi bir hodisalar to'g'risida dalillanmagan ko'z qarashlarni yozib, mundaqlan o'qirmanlarga sunsak, o çağda milletdeki biz baydavatkan medeniyetdeki buruluş, medeniyet hareketi yana pesqa tushib qoldi. Demak, Yalqiro'z apandadan keyin loyihalarning siri nomli kitobga kirgizilgan maqolaning hammasini siz yoqtirib o'qibsiz-da? Men hammasini yoqtirib o'qiyman. O'tganda biraylardan Abdurning o'zidan so'ragan bir savol bor ekan, boshqa birisiniki. Siz shu asarlarning qaysisini bek yaxshi ko'rasiz, o'zingizning asarlaringdan deb ekan. Bu kishi men balalarimning hammasiga o'xshash muomala qilmayman, hammasini yaxshi ko'raman deb javob berdi. Bu shu gap bek ta'sir qildi. Men chunki Yalqiro'zning loyihalarning siri degan bu kitobda 17 pas maqolaning hammasi bir-biridan farqli holda yangi mazmunlarni o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa, buning qaysi bek yaxshidir degan masala to'g'risida o'ylanmadim. Chunki hammasi menga bir xil yangi fikr, yangi qarash ato qildi. Meni o'zimning nurg'un narsadan xabardor qildi. Masalan, men o'zim hali uzun yaşadığım ko'p narsani bildim degan bilan men loyihalarning siri yoki bo'lmasa musabayitlarning tarixi yoki bo'lmasa Gülendan Abdustay apay to'g'riliq yoki bizning Ko'sandagi Qo'shuxon to'g'riliq bu vaqtlarda men material uchratgan yoki ko'p narsani ko'rgan emas bo'ldim. Faqat adabiyotning yoki madaniyatning ma'lum bir tarmog'idan xabardor bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunda ahvol aslida men bu kitobga kirgizilgan maqolalarning hammasi xuddi balalarimizning hammasi bizga yaxshi bo'lganga o'xshash. Mush maqolalarning hammasi menga shunday yaxshi tatbiq qildi. Men buni aytishni o'qib chiqdim. Mayli tarixiy tevrik maqolalar bo'lsin, mayli madaniyat ma'rif temsilik maqolalar bo'lsin, yangi odamga bir xil tafakkur bo'shliq qoldirishlar bilan yana odamni so'ndiradigan, odamni umidga, nishonga, haqiqatga yetaklaydigan mana taraflarga bor ekan. Yalqinka siz loyihalarning siri namlı kitabınız asaslı gedikçilik yani yeni medeniyet hareketiga munosabatli shaxslar va voqealar to'g'risida ko'p izlanibsiz. Endi mushu gedikçilik yoki yeni medeniyet hareketini tadqiq qilish masalasi izlangichilarga nisbatan qandaq zurriyat va ahamiyatga ega? Bizningki mushu gedikçilik hareketiga bo'lgan izlanish emas. 30 yildan buyon izchil davom qilib kelyapti dedim. Ammo biz yana tonishtirish bosqichida yoki eslash bosqichida. Imkon boya dedi, Uyg'urlarningki hayotida bir necha qitim yangi madaniyat harakati bo'lgan deb. Uyg'ur madaniyat tarixini yozgan vaqtimizda biz jadidchilik harakatini bir qitimliq nihoyat muhim madaniyat harakati deb baholaymiz ham shuni Uyg'ur madaniyat tarixining ichiga salmoqli o'rinda kirgizamiz. Uni kirgizish uchun odatdagi tonishtirish maqolalari, odatdagi tushundirish maqolalari yoki bo'lmasa bayon maqolalarini biz material qilsak, sal
biz yezib chiqqan umumiy Uyg'ur madaniyat tarixininki kuchi yoki ilmiyligi yetarli bo'lmay qoldi. Demak, Uyg'ur madaniyat tarixidan iborat shunday bir katta asarni barliq keltirmoqchi bo'lsa, mayli kim yozishdan qat'iy nazar kollektiv yozamdi, shaxsiy yozamdi. U boshqalarning inchik tadqiqotlardan foydalanib shu asosda yozib chiqadi. Shunga bir zo'r qurilishning barliq kelish uchun ko'p izlangishlarninki, cho'nqir izlangishlarninki engigi bo'lganda undan cho'ng bino tutadi. Shunga biz mujaddichilik tadqiqotini cho'nqirlashtirsak, bizning Uyg'ur madaniyat tarixidan iborat muhim bir katta asar uchun to'p qo'shgan bo'lamiz. Endi hozir bizningki mujaddichilik tadqiqoti saqlanayotgan yoki jadidchilikka munosabatlik mayli savdo sanoat jihatda, madaniyat jihatda, ma'rif jihatda izlanayotgan, yozayotgan kishilarga da o'rtaq ko'rilayotgan bir xohish bor. U nima deganda, kim qaysi yurtdan bo'lsa, shu yurtdan chiqqan shaxslarga, shu yurtda yuz bergan tarixiy voqealarga shu vaqtdagi yangi madaniyat harakati jadidchilik davrida anaqa to'qilma xarakterlik, oshirib o'tish xarakterlik, ko'ptirib o'tish xarakterlik bayon, paketlarni, asos yo'q paketlarni kirgizib oldigan shunday bir xato xohish bor. Endi yurtni suyishga bo'ladi, vatanni suyishga bo'ladi, ammo haqiqatdan ustun turmaydi. Haqiqatni suyish, ilmning haqiqatini suyish bu haqiqat ma'nosida ustun turish kerak. Shunga biz mushu sohada cho'qim izlanishimiz kerak, qattiq bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Shunga bundan keyin mushu sohada izlanguchilar, tadqiq qiluvchilar mayli yosh cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, havaskor bo'lsin yoki hali boshqa odamlar bo'lsin, hammamiz o'rtaq mezon qilishga arziydigan shunday bir nozik bir masala hozir bizni qistab keldi. Shunga biz bu jihatda o'rtaq tonishga, o'rtaq nishonga, o'rtaq axloqqa ega bo'lmasak, keyin kulkulik ishlarimiz, chakana ishlarimiz ko'payib ketgan vaqtda o'zimizning bir xil rad qilmaganligimizni unutib qolmasligimiz kerak. Loyihalarning siri amlat o'bir loyihalarning siri emas, amliyati bizning tariximizning siri. Bizningki ma'naviy qo'rg'inimizning siri, bizning milliy o'zligimizning siri. Avlodlarning tarixini ajdod qo'laydigan, ajdodning izgu kuylarini avlod qo'laydigan bir ma'naviy qo'rg'onning siri. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Hammamizga ilmiylik, yangi tafakkur va yangi kitoblar hamroh bo'lg'ay. Xayr xo'sh.